Bugungi kunda internet makoni nafaqat axborot almashish vositasi, balki keng qamrovli bilim va ma'lumotlar bazasiga aylanib boryapti. Shu bilan birga o'zbek tilidagi ishonchli va sifatli kontentni ko'paytirish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Ana shunday ehtiyojdan kelib chiqib Wiki marafon loyihasi yo'lga qo'yilgan. Xo'sh, mazkur marafon doirasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Ishtirokchilar oldiga qanday vazifalar qo'yilgan? Shu savollarga navbatdagi lavhamizda javob topasiz. Deyarli har bir inson hayoti davomida Wikipedia ma'lumotlaridan kamida bir marotaba foydalangan. Biroq uzoq vaqt davomida foydalanuvchilar o'zbek tilidagi maqolalarni izlashda qiyinchiliklarga duch kelishardi. Ayrim mavzular bo'yicha ma'lumotlar yetarli emas, ba'zilarida esa umuman sahifa mavjud emas edi. Ammo Wiki marafon loyihasi aynan shu muammolarga yechim bo'lishni maqsad qilgan. Wiki marafon loyihasida hozir O'zbekiston o'zbek tili bo'yicha media kontent va ijtimoiy tarmoqlarda Wikipedia tarmog'ida juda katta ko'tarilish bo'ldi. O'zbek tili hozir son biz o'sha boshlagan vaqtlarimizda 60-o'rinda edi. Hozir kuchli 40 talik kirdik, lekin maqsadimiz kuchli 10 talikkacha yetib borish. Albatta u katta ko'p quvvat, energiya talab qiladi, lekin albatta biz buni kelajakda amalga oshiramiz. Mazkur tashabbus doirasida ishtirokchilar Wikipedianing o'zbek tilidagi bo'limi uchun yangi maqolalar yaratish, mavjud sahifalarni kengaytirish hamda ularni ishonchli manbalar asosida boyitish bilan shug'ullanadi. Dastlab Wiki stipendiya nomi bilan mashhur bo'lgan loyiha. Loyihaning dastlab 3 mavsumida biz yoshlarimizni Wikipediaga olib kirish va ularni Wikipediada maqola joylashga chorladik va bunda turli xil stipendiyalar va grantlar tashkil qildik. 70 dan ortiq yoshi stipendiya bilan taqdirladik bugungi kungacha va 4-mavsumdan boshlab Wiki stipendiya marafoni rebranding natijasida Wiki marafon loyihasiga aylandi va Wiki stipendiya Wiki marafonning bir qismi sifatida uni qatoriga qo'shildi. Loyihaning yana bir muhim jihati yoshlarni raqamli makonda faol ishtirok etishga undashidir. Ishtirokchilar nafaqat yangi bilimlarni o'zlashtiradi, balki ilmiy tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantiradi, tahliliy fikrlash va axborot bilan ishlash madaniyatini mustahkamlaydi. O'zbekcha Wikipediani yoki Wikipediani turli xil tanlovlar bor. Bu tanlovlardan bittasi hozirgi kunda bo'lib o'tayotgan qishki olimpiada o'yinlarini yoritish maqsadida Wiki qishki olimpiada o'yinlarini sevadi. Tanlov bo'lib o'tmoqda. Marafonda ishtirok etish yoshi chegaralanmagan. Bunda shu 7 yoshdan 70 yoshgacha foydalanuvchi qatnashsa bo'ladi. Eng muhimi esa ular o'zbek tilidagi raqamli bilimlar bazasini boyitishga o'z hissasini qo'shmoqda. Umuman olganda Wiki marafon bu shunchaki tanlovlar majmuasi emas, balki o'zbek tilining internet makonidagi nufuzini mustahkamlashga qaratilgan tizimli harakatdir. Zarnigor Tolipov va Abdurahmon Zaripov, Ovozi informatsion dasturi uchun.